Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Aldınqı qatimliq dersimizde islahat nereden başlanıdı deb bir tema qo'yib. Malik Nebinenki insonlar dunyosini bergen insonlar dunyosiga bergen bir ta'birdan başlaganki insonlar dunyosi mana 3 dunyoni tashkil qiladi. Birisi fikir yani ma'lumot dunyosi. İkincisi şu fikir ma'lumotga ko'ra o'rtaga chiqqan shaxslar dunyosi. Ondan keyin şu fikir bilan ma'lumotlar bilan shaxslarning birlashishidan chiqqan natija sifatida narsalar dunyosi deb 3 dunyo prinsipini o'tirib qo'ygan va misol orqali nereden başlashning kerak ekanligi, qaysi nuqtaning muhim ekanligi biraz tushunilgan. Bununla misalen Abdur güzel misaldan birini oturup koyup başlıdaki bugünkü dersimiz min eyne beda'el İslam. Böylesine İslam mandak etsek hamdaki dünyadaki en qalaq bir milletini dünyadaki bir kalem elem yetişken bir ali makamga erişti demdi. Biz İslam'daki nereden başlaganlıqıga qarab bakış arqalıq, yani belkim özümüzdənki bugünkü Uyghur cemiyetinenki meselelerini nereden başlap oңuşашqa bulduğanlıqıga nispeten kallımızga bir çözüm hiç olmasa azırak bir çıkış yolunun çırğı peyda buluşu mümkün. Qani kitap qaraylı Abdur bu haqda nim deydi? Min eyne beda'el İslam. İslam nereden başlandı deydi. Nezelel Kur'anul Kerim ala ummetin tuani min ihtilal cemi'il avalim. Kur'an şundaq bir millet geçti ki bu millet bütün dünyasının buzuluşidan inravatkan, tuani derdini tatıvatkan, bütün dünyasının buzuluş girip tavgan bir millet geçti. Mesela fikirler dünyasındaki buzuluş halal. Alaka dünyasındaki buzuluş, şeyle dünyasındaki buzuluş. Bilirse bunun Abdurrahman kitabının aslında obdan 3 izahatını bilip misallarını hep koyaptı. Ama biz kısaca kılsak mesela fikirler dünyasındaki buzuluşta şu vakitteki Araplarının hani bir xilaldayımız hem de bedevilerci fikri, tedur fikir. Hatta Abdurrahman koygan bir misal var. Eğer muşu haqla olsa bizga osmondan tosh yog'di degan bir şekildeki tefekkürü, qana tefekkürü desa fikir dünyasındaki bir buzuluşdan bir misal. Ondan başka ağılsak misal bekliyor. Kişilerin oturusundaki alaka misalları desek aile kuruluşundan tatip uladı ki hoşlanan alakası kabilenin alakası çıkıp digil tutsak yaman bir qalay maqançılık berpa okuladı diyecek. Ondan keyin yaratkan dünyasıga, şeyler dünyasına qararsak onun bir tilgaqı değinimiz yok. Hemiz şu seherada şeydiğen tuğulsa koy kalavak tuğuluduğan ölsün şu koy kalavak bilduğan bir haleti var hem de. Ama İslam muşlarının hemmeni qana qılalıdı, on şiyalıdı, bir taraf qılalıdı. Muş tefekkürlerini, muş dünyalarının hemmeni on şiyalıdı. Biz qarab bakayla feiza nazarna ilal İslam, biz İslam'a qarag'animizda ondan keyin vahiy tushishdan ilgirki Arab rayonlarida hukm surgan aqlning turiga, yani qaysi xil shakldagi aql hukm surdi, buni qarab baqsaq, bu yerdagi xalalni nayt ro'shan bilib olamiz. Lavajatna hadal ihtilal vadihan. Bu yerdagi xalal, bu yerdagi masalani nayt ro'shan bilib olamiz. Va natijada sanajid biz shuni bayqaymizki, o rayonning fikr dunyosi cho'ng 3 buzilishdan qanaqdi vay çıktı yani. Yani çoğun 3 xil çoğun buzuluşqa girip doğan insanlar diye. Bunun birincisi hazır fikirden gibi cemaat tahi. Yani fikri cihetteki qimmat qarash xalali. Qimmat qarash xalal. Mesela qanday qimmat qarash xalal vaqti desa falaqad kanat majmu'at al-afkar allati tarahatha al-halat al-jahiliyya. Cahiliyet taşlagan fikirler toplumu del ularning tuvendeki gepinin kabilesini diye ki biz şu burun qanday tapqan bolsak şu yolda ergişip davamlaşıp mağamız bu bir bularning fikrininki ifadesi. Yani birisi hasbuna ma vajadna alayhi abaana.
ata-onamizni biz topgan yo'l bizga yetarlik. Muşuningdan bu hammasi nima desa, ularningki taraqqiyot yo'lidagi eng cho'ng ofatiga bir asosiy dalil sifatida mushu gap bularning umumiy fikrininki yig'indisi edi. Ya'ni falaqat tajammadat va taballadat uquluhum. Bularning aqllari qitib qolgan, dötlüşüp qolgan, fikir ishlab chiqarishdan to'xtagan. Faqat atalarınınki, ecdatlarının, ilgirkilerinin aqllari ishlab chiqargan narsalarni ko'p aylangan. Endi bir şekilde vaqt men to'xtayman. Bizda ashta ahvol bormi yo'qmi? Ya'ni buni o'ylanib baqish kerak. Men tabiiyki sizlardan buni so'rayotmayman, ammo hammadan o'zini so'rash kerak buni uchun. Bizda aniq desak, bir ustozda o'qigan bo'lsak, universitetda bir o'quvchining qo'lida tarbiyalangan bo'lsak, vatanda bir buyuk ustozdan o'qigan bo'lsak, ashu ustoz oldimizda o'tirib kallamizga sep qo'ygan fikridan boshqa fikrga jur'at qila olmadik. Yoki paloni shunday degan, bu kuni hojam shunday degan, bu kuni ustoz shunday degan bir nuqta bilan men bir narsani qayta eskartib qo'yay. Bir ma'nodigan yo'l, cho'ng prinsip u boshqa meselelerge qarata kalada fikir yaratish, her meselenin cevabını növbettin izleş meselesi bek muhim. Men ma noktun davatımı. Andinkin hiye ba'da zalik emdi o yukarıki akıl, yani tonlap qalgan, toxtap qalgan akıl, eğer aşında ilgirkilerinin fikirlerini kupa elinip, üzü fikir işlep çıkarıştan toxtagan bu akıl, ondinkin la tef'alu şeyin. Hiç kılanmaydı. Ki nemeden başka dese hayat yolunu tuluqlaştın başka. Yani özü ketip atqanmış hayatı bana da başka yenilik yok. De aldığa bana da nim bilen bana da dese bir mucmel ma huwa mawruthun min afkarin ve aqwalin ve mu'taqadat. Şunu miras qalgan ilgirkiler miras qalgan fikir, söz ve itiqatlarının xulası bilen aldı qarap bana. Yani oylaydığını ilgirkilerin fikri, deydiğini ilgirkilerin gibi qaraydigan göz qarashli ilgirkilarning göz qarashi. Onun da hech bir özlük olmaydı. Özellik, alahidelik olmaydı. En insan, إذا كان الإنسان قد أوقف عقله وجمده ومنعه من التفكير. İnsan özünün aqlını to'xtatib, to'nglatib, tefekkürünü tosqa vaqtda onun ilgirleş taraqqiyat niyatini biladi. Qarindoshlar, men bir gapni qilay. O'zining oldidagilardan bir fikrini ortiq qilmagan millatni umid kutib olmaydi. Ustazidan bir fikrini ortiq qilmagan shogird cho'ng ish qilolmaydi. Mana shuni anlamayapman. Ya'ni o'zidan cho'nglardan bir fikrini bo'lsa-mu ortiq qilolmagan, cho'nglari qilmagan fikrini qilolmagan odam yangilik yaratolmaydi. Bal va rubbama aghlaqa al-aqdamun aqulahum kazalika ala fikrati awwal shakhsin bada'a bi wad'i ma yarahu. Balkim ilgirkilar o'zlarining aqllarini yuqoridagidek o'zi to'g'ri deb qaragan ishni qo'yishni boshlagan tunji shaxsninki fikriga to'xtatib qo'ygan, taqab qo'ygan. Ya'ni bir qabilaning burunqi boshliqi bir qabilada qanday bir narsa to'xtatib qo'ygan bo'lsa, shu zamoni oxirigacha bizning 70 avlod burunqi qabila boshliqqa mashta debdikan, mush bo'yicha ma'amiz degan bir shakldagi manda holat shakllanib qoladi demakchi. Bilganmi shu qarindoshlar? Men burundan ta'kidlab kelayotgan bir gap bor. Peygamber alayhissalomdan boshqa dunyoda ma'sum inson yo'q. Bu deganlik atrofingdagi hammaga qarshi chiq deganlik emas, chunki bu deganlik aqlingni uchuq tut, kallangni uchuq tut. Har narsaning foydasini o'tmishdikilar sana o'ylab bermasin, sen o'yla. Har narsaninki yaraydigan, yaramaydiganligini burunqilar sana o'ylab belgilab bermasin, balki sen o'zing o'ylab, o'zing belgila. Ma'noqtin demakchi. Fa ahlul jahiliyya, cahiliyet ehli ularning aqllarini haqiqat izlash haqida charchishni xohlamaydi. Ya'ni bu nima bo'pti biz o'sha ilgari mana shaklda. İslam keldi tefakkurdagi bu xil sun'iy uslubga qarshi turish uchun. Sharqatdagi bu qalaq ijroga qarshi turish uchun. De Qur'onning bularga qaytilgan raddiyasi nima bo'ldi desanglar, ajoyib inchik raddiya. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Hey. Ata-anları bir narsanı tushunmaydigan, to'g'ri yo'ldan mangmagan odamlar bo'lib qolsa-mu, mang'amdi bular shularning yo'ldan.
Bu nima degan gap desa, kalonni ishlatmamsa degan gap. Sen bir mustaqil odamsan degan gap. O'zingning yo'lini o'zing top degan gap-chu. Avvalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. İlgirki ayetlerin hazırki ayetinin mezmunu asas cihetten o'xshash. Yani bir noktani ta'kidlayotdi, urg'ulayotdi. İlgirki ayette tushunish tilqarinsa, bu ayette bilish. Yani mayli ma'lumot olsun, mayli tushuncha olsun, cho'qim yanglab turish kerak. Men bunda bir gapni anglagan. Bugün bu gapni anglag'ilimi 10 yildan oshdi. Shu vaqtda deyilgan talaffuz ismini qilishcha bugün bir ma'lumot, bir bilimning kuchga ega muddati 3 yil deydi. Bugün sen o'rgangan narsa 3 yil yaraydi deydi. 3 yildan keyin yangidan o'rganib olmaydi. Ya'ni sen har kun o'rganib tursan olmaydi. Mana shu vaqtda. Ma'lumot, bilgi, masalan, fikr, tafakkur ota-onamiz ochdi debdikan. Men o'z vaqt maktabda o'qiganda shunda o'qigandim, o'tmaydi u. Har kuni biz qaysi kuni kitob o'qish haqida bir narsa o'qiya, bir odam en asas olarak özünün kasbiga munosabatli kitoblarni har doim o'qib turish kerak, har kun o'qib turish kerak. Kitoblar emas, atrofini o'qish kerak. Shunami kelgusini o'qish kerak, o'tmishni o'qish kerak. Bu nuqtalar hammasi bek muhim. Oyatdagi ota-onasi bir narsa tushunmaydigan, ota-onasi bir narsa bilmaydigan degan bunda ikki ifodaning qo'llanishi, ota-onasining kallasidagi tushunch, ota-onasining kallasidagi bilim bugunga nisbatan loyiq qilingan hisob, bugunga nisbatan loyiq alamga hisob. Bo'lmasa ata-analarımız öz zamanımızga nisbeten binası anca-munca binası düşünememdi. Üzgüçlük bir akli tefekkür var mı yok mu? Ba. Üzgüçlük binası bileni biliyordu. Ama Kur'an ulanı ağlarının ballarının zamanısı kelgen vaxtıda ata-anasını bir narsa düşünmeydi, ata-anasını bir narsa bilmeydi. Ne mi dese? Bir adamdan ki akli tefekkür, bir adamdan ki öğrengen malumatı öz zamanısına tamam münasip tuyak münasip emasdi, ama keyingi zamonga asla münasip kelmasligi mumkin. 100 yil ilgirki dunyoni taratayotgan mutafakkirlarning fikri bugun akasida bir kichik bo'lgan fikrdek tuyulishi mumkin. Ve ondan başka Qur'oni Karimning bularga tug'an qarshiliklari var ki bu orqali aqlni to'g'rilash ve izdenish, tefekkür qilishdagi ilmiy metodni intizomga kirgizish nima bilan desa ötmüşke sulanıp qilish holatini ko'rsatanki, sen har o'zingni ötmüşke bersan, o'zingni ötmüşke sulusan, bocha taq chiqadi degan gap. Bu birinchi nuqta. Biz hozir nega ketyapmiz? Qaysi nuqtada ketyapmiz qarindoshlar? Biz jahiliyatning 3 dunyosi haqida gapni boshladik. Qur'oni Karim bularga qanday qarashdi, yoki bular u 3 dunyosida Qur'oni Karimga qanday muomala qildi? Bu nuqtada gap boshladik. Bunun birinchisiga gap boshladik, fikr dunyosi. Fikir dünyasında bunda bir qancha halal var. Çoğun 3 halal var dedik. Fikir dünyasının içiga kirib, yani halalni 3 ga bo'ldikchimi? Birinchi halaldan bo'ldi. Bir qisqagina yezib o'tanglar, sizlarning bayoqliqni bilayman. Bularning fikir dünyasiga birinchi halaldan bo'ldi. Bularning fikir dünyasida avval bularning 3 xil dunyosi. 3 xil dunyosini tilga oldik. Fikir dünyası, şəxslə əlaqəsi dünyası, andakin işləb çıxırız nəticə dünyası. Bu bir. Andakin ikinci məzmunda bularning fikir dünyasının içiga kirib, fikir dünyasında çoğun 3 xəlal var dedik. Bunun birincisi aqlni işlətməslik. Ma tugudi. Endi ikinci xəlal, bularning fikir dünyasındakı ikinci xəlal. Muşu xəlalga deydi. Yuqorqi tushuncha, qimmat qarash xəlalga, yine nima əgishi billiklik desa, ikinci xəlal mava, qalam bo'lsa kitoblarga yozib olinglar. Ügünüş ve bilimden qattiq yüz örüş. Endi aqlni işləməslik o bir gap. On bir məsələ. Bular öyrənməyəm deydi endi. Yo'q deydi. Qur'on bularning ahvolini sifatlaydi. Fayasifu al-Qur'on halatahum. Bularning ahvolini sifatlaydi ki ja'alu asqabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bular qolaqlarını, qo'llarini, barmoqlarini quloqlariga tiqib oladi deydi. Kiyimlariga yo'g'inib oladi. Qur'on ajoyib go'zal tasvirlaydi bularni. Qur'on quloqlarni, barmoqlarini qo'llangan ifodada ja'alu asabi'ahum. Asabi deganga bilasizlar tafsirladim. O'quvlik qachon barmoqning butun bedanning barmoqi degan qisqasi uzunisi qarab 5 santrdan balkim 10 santrgacha keladi. 10 santr barmoqning hammani quloqqa tiqdi ifodasi-chi mana bu. Kiyimlariga yo'g'inib oladi degan gap
Zade hech qandaq bir ma'lumotni yo'q o'rgansak bo'lmaydi ifodasini ajoyib go'zal ifodalaydi Qur'on. Mana bu har qandaq ma'lumotni qabul qilishdan butunlay yuz o'rish. Ve anlaş, görüş, qarash, aql ishiltish iqtidorlaridan foydalanishni yuz o'rishga yo'q men anglamaydim ifodasi, o'rganmaydim ifodasi, bilsam bo'lmaydi ifodasi-chu. Mana bu xalalga uchragan bu sistemni o'ngshash uchun islom keldi. Ja'al islom li yu'alijaha. O'ngshash uchun islom keldi. De bizga ajoyib raqiyan yuqur seviyedagi bir namunadan birini sundi. Biz bunu İslam paydo qilgan fikri inqilob deb atsak mumkin bo'ladigan shaklni Arab jamiyatiga nisbatan bir fikri inqilob olib keldi. De Qur'oni Karim cho'ng shaklda qo'zg'agan tunji masalaning bo'ldi iqro. Arablarning o vaqtdagi ifodasi nima edi? Men o'rganmayman dedi. O bir gap quloqqa kirib qolmasında barmoqni quloqining ichiga tiqib oladigan darajada, kiyim bilan yuginib oladigan darajada, anglamayman deydigan bir darajada dedi. Qur'on nima dedi? Iqro dedi. O'qu dedi. Aqallıdaki o'rgansam bo'lmaydi ifodasini o'qu orqali qana qildi. Bir hujum qildi unga yoki unga nisbatan bir g'idiqladi uni. Bir fikri jihatdagi bir inqilob. Val qalami va ma yasturun dedi. Qalam masalasi. Afala yubsirun, afala yasma'un, afala yaqilun degan shaklda ko'rish, ko'zingni ishqisal, anglash, quloqni ishqisal, ma kallani ishqisal. Ya'ni inson idrokatiningki 3 cho'ng vositasi bor: ko'z, quloq, manga. Mushu 3 nuqtani Qur'oni Karim g'idiqlayotdi. Ya'ni sen burungi tafakkurni tashla deyotdi. Anda o'rgansam bo'lmaydi. Men qanday tug'ilib, ota-onam burungi abo ajdodlarimiz kallamizga qanday qaçılgan bo'lsa, unda yazsam bo'ldi degan fikrni cho'rib tashla. O'qib baq, o'rganib baq. Masalan, aqlingni ishlatib baq, anglab baq, ko'rib baq ifodasi Qur'oni Karimda bularga bergan raddiya shakldagi yoki bularning dunyosiga qilgan bir inqilob xarakterlik bir masalalar. Yana do'st qaytib kelamdiq. Bularning fikr dunyosida cho'ng uchlarni halal vatdi. Birisi aqlni ishlatmaslikdi. Ikkinchisi o'rganishdan favqulodda yuz o'rishdi. Yo'q o'rgansa ko'maydi degan ifoda. O'rgansa ko'maydi ifodasi bakchata qarindoshlar. Men aniq bir ko'z qarashimni deyman shada. Men bir odamninki bunda ne deymiz endi taqiq kalla, o'rganishga qarshi kalla, ma'lumot qabul qilishga qarshi bir kalla bilan qarmoqqa yaxshi odamdek, masalan, eskilik qilmaydigan odamdek bo'lib qolishidan qarmoqqa eskilik tek kuransimi yoki bir xil buzilib ketgan qolgandan kuransimi o'rganish masalalarga to'g'ri qarash shaklda yetilishni bakroq to'g'ri topman. Nima desanglar? O'rgangan odam bizning islomga nisbatan ishonchimiz o qadar buyukki, bir odam sadece izdinaman desalam xotirjam marhamat deydigan yerda. Qanchalik izdisang izdan hamon topsa. Qanchalik o'qisang o'qu hamon topsa. Qanchalik ko'rsang ko'r, anglasang angla, haqiqatni harom hamon topsa, madam qalbi sog'lom bo'lsa, men bir narsani deyman, qalbi sog'lom bo'lsa. Qalbi sog'lom emas odam baka u boshqa. Chunki u o'rganganini sog'lom bo'lmagan niyat uchun o'rganadi, qarashtirish uchun o'rganadi. İzlengenini shu qarashtirish uchun izlanadi. U boshqa, ammo bir odam qalbi sog'lom bo'lib, ashaddiy kofir bo'lib ketsa, mening nazarimda. Ammo ko'nglining tagida bunda bir ideya, sog'lom qalb degan nima desanglar, men to'g'ri bo'lganini qabul qilaman degan ideya sog'lom qalb uningdiki. Va o'zining shu kofirlik ideyasini to'g'rilab qaraydi bugun. Men undan qo'rqmayman. Ammo sog'lom emas qarab degan qanday qarab desa, to'g'rini tepish niyati yo'q. Men anda to'g'ridan chatqim yo'q, bugunki mening holatim shu. Men ashg'ulga qarshi tursam bo'tdi, madinaga qarshi tursam bo'tdi, edem sog'lom qalb emas. Ammo bugun bir mushrik yoki bugun bir yahudi yoki bugun xristian, mening mangoyim to'g'ri yo'l. Ammo qachon to'g'ri boshqa yerni tepilib qolsa, men ash yo'lga ergishman degan bir ideya bo'lib qolsa, u sog'lom yo'l. U sog'lom yo'l. Şuna Qur'on faqat qo'rqmaydi bu jihatda-chu. Qat'iy qo'rqmaydi. Ko'rib baq, anglab baq. Masalan, bütün insonlarni akib to'plashib qilib baq. Qur'on mushunda bir aloqa maydonga chaqirdi-chu. Maydonga chaqirdi. İnson jinni akilib, ma Qur'onni o'qishni keltirib baq masalan. Bu ne bo'lsa, biz musulmon bo'lishimizdan ma dindan faqat qo'rqmayman-chu.
Şunaqa etrafımızdaki mesela bazılar bek vuduqib ketdi. Voy bunda fikir taqısı. Ya qanda fikir taqısı bulavurdu. Nima desang, aqli sağlam adam, aqli tefekkürü joyida adam aşında bir qalaymagan fikirlardan haqiqatni qana qılalaydı, tapalaydı. Ben bunun işinemen. Kur'an şuna qoqmayın deydi, oqpaqa deydi. Qoqmayın deydi, köre deydi. Qoqmay anla deydi. Qoqmay kalağını işlət deydi. Şu mesele mavo. Bu ikinci halal buladı ki, oqu olmaslık, ögen olmaslık. Üçüncü mesele cahiliyet aqliyetidir ki, o olsa meselelerde guman qaygışı, yani delil paket qamaz. Da qarablam, işte oylutuduğun. Bularning gibi nima dese, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Yani bula deydi ki bizden fakat bayokumuz şu dünya şu. Ölümüz, tirilimiz şu, toğulumuz, ölümüz. Vaqt ötüşülen ölümüz, ama yuhlikine ila dehriye vaqt ötüşülen ölümüz şu, başka şey yok. Ma şekilde. Kur'an'ın da reddiye kaydırdı sana. Ve ma lahum bizalika min ilmin. Buların bu doğruluk hakiki malumat yok. Bular fakat özünün kallısındaki guman qaygışıdı. Yani Kur'an bu haletki qanda qarıştırdı sana. Eğer ulağa değilse, Allah'ın vaadisi haq, kıyamet şek yok değilse, qultum ma nedri mes-sa'atu. Biz kıyamet degan nima yani değilse silajını da islik Allah'a hitap qilib turib, kıyamet degan nima bunu bilmeymiz. Fakat bir guman mıkin deyimiz, biz taza cezim qılamadık deydi. Bir ayette bular fakat guman qaygışıdı. Guman ameliyatda hakikatin hiç nersege hesap emas deydi. Demek ki qarindoshlar, Abdur'un davatqını şu. Cahiliyetninki üç dünyasının hemmesi buzulgan bir, halal uçurgan bir halette. Üç dünyasının iki dünyası tehkirimi yok. Bunda insanlar oturustaki şahsla alakalı dünyasının tehkirimi yok. Çünkü iyege baranmayımız iyege. Çünkü tefekkür çatak olan deyin ki yıllam o iyege berişinden hiç hacıda kalmaydı. O netice dünyası o yok hem de. Fikir dünyasına girsek, fikir dünyasında çok üç mesele var. Birisi aklını işletmezlik, ikincisi ügen bulunmaslık, üçüncüsü meselelerde bunda ilmi, resmi bilip durup iş kılmasından nimege ergeşiş, kallıstıki gumanlığa. Yani yüzünün hiç desek bununla ergeşiş. Bu üç meseleden bulanın fikir dünyası bütünley tontay olup ketken bir dünya. İnne hâzel halal el-fikri el-mutemethil fi ihtilal el-aql vel-i'araz şedid enil-ilm ve-ta'allum vel-i'timad ala-zan. Yani şu aqlının buzuluşu, ilim ve ügünüşten qattiq yüz örüş ve gumanğa tayiniş şekillenip atkan, temsil bulup atkan fikri halalga Kur'an-ı Kerim nayta qattiq ve güçlü qarıştırdı deydi. Vacahahul Kur'an muvacaha hanife ve qawi. Çünkü bunda kadın çıkan iktidarlar. Kadın çıkan insandaki iktidar. İktidar degene insandaki bu xilalaqa melekatla ve bu kemçil tasavvur, qasır deyen gap, yani kemtük tasavvur, bu intayin xatarlik bir iş. Ve emrun fi gayetil hutura. İntayin xatarlik bir iş. Meyl ümmet, millet, medeniyetle bu asasta kuruluş mümkün emas. Emdi bigen. Uyg'urning ahvoliga qarab baqib tefekkür qilish sizning va bizning ustimizga tushgan bir ishib qoldirmish noktada. O'qishdan cheklangan, o'qishni unutmagan, qalam ishlatmagan millatlar bu millatlarningki taraqqiyotdan oladigan nasibasi bek ojiz bo'ladi. Aks to'g'ri degani o'zini o'qishga bergan, qalam ishlatadigan millat mutlaqo taraqqiy qiladi. فلقد أشار جودة سعيد في كتابه اقرأ وربك. Yani Cevdet Said özünün İqra ve Rabbukel Ekram degan kitabında ayetini kitabın ismi qo'yapti. Yani Qur'oni Kerimninki sura Alaqdiki şu İqra ve Rabbukel Ekram degan Qur'oni Kerimning nesne qilgan tafsiri jarayonida mundaq deyilgan. Munda bir ishorat qilinadi. Munda tafsir qilinadi. Yo'q, tirnoqning ichi oyatning tafsiri so'z kerak. Ennellezine yenalune karamar Rabb. Perverdigarninki kerimiga erişidigan kişiler, Perverdigarninki bulağa birgan g'ina bayliqiga erişidigan kişiler kim o desa, bu o'quvchilar.
yoki dunyodagi eng ko'p o'qiydigan odamlar. Masalan deydi. Greklar ularning madaniyat kunliklarida o'qish, yozish jihatda kishilarning eng ko'paydi. Necha ming yildan ilgari buni qo'ydi-da. Yunan felsefesi anlagan bo'g'aytığına dünyanı bir egellagan bir medeniyet endi şu vaqtning o'zida. Bular deydi. Tabii medeniyetler tarixiga qarasanglar, avval Hindlar dunyoda bek medeniyet taqtili, Hindlarning medeniyet tarixi Yunanlarning oldida turdi. Undan keyin Yunanlar o'rtaga chiqdi. Yunanlardan keyin islom meydana keldi. İslam hammani besib tushdi oxirgi vaqtlarda. Bular faqat saytaru ve humullezine bular del Perverdigarının sehiliki ve kerametiga dünya arasında yetki adamlar degini o'qigandan keyin ham hurmat paydo bo'lgan gap, hammasi xo'sh edigan gapkan. Bular dunyodagi bek cho'ng zaminlarni kontrol qilgan. Faqat saytaru ala akbar ruqatin fil alam. Endi musulmonlar iqro degan so'zdan boshladi. Sahobalarning davrida o'tdim. Bular öz zamanında kişilerinki en okuyduğunu idi. Onu bularmı Perverdigarınınki nemiz gelişti, hürmeti gelişti, sehiliğe, kerameti gelişti, dünyadaki kenarçılık, dünyadaki orun cihette. Emdi ve izâ nazarna havlana fi hadal asr. Biz bugün yaşavatkan muşu esrdeki etrafımızga qaraydigan bolsak, yana dünyanın yaxşılığı bilen menfaatlanıvatkan hürmetke kerametke erişiyotgan kişiler muş devirdik o'qigan adamlar. 3 misal aldı. Birisi İslamdan aldıdaki Yunanlıqlar, Greklar. Ondan keyinki musulmonlar. Musulmonlar 1300 yıl, 1200 yıl etrafında dünyanın o xo'jayini oldu. Bir milletning 1000 yıl xo'jayini olmak anda asan emas. Endi bugun kunda oxirgi 100 yilda o'zgardi ya, buni demisami bilsa etrafini qarasanglar. Kim dünyanın xo'jayini desa, o'qiganlar. Deydidir. Endi muşu ish shundaqla o'zininki quluqini, ko'zini, hammasini amaldan qoldirib, attara degan gap kadin chiqarib, faqat ilgirikilarning gaplari, ularning tirishchanligi bilan ko'payinib qolgan kishilarga hammasi uyg'unlashidi. Qur'oni Karimning mush o'quv degan ko'rsatmasi bo'lsa-mu deydi. Mushu bo'lsa-mu, ammo mushu ko'rinish bugun kunga qadar hel ham islom uyg'unish a'zolarının arasında tarqalmakta. Baş cemiyet uyak tutulsun. Avamı xalqni endi qap qo'ylar, mushu islom uyg'unish hareketlerinin edimi biz davat qilgandan so'ng taxi mushu ahvollar qilib o'qimaslik. Ya'ni o'qishga bo'lgan yuzlanishning hajmi, o'rganishga bo'lgan yuzlanishning hajmi bu jamiyatning ait az, ilm vositalarini ishlatishning hajmi az, ilgirikilarning gaplaridan eshib ketish hajmi az. Bu mushu muborak uyg'unish harakatining tirishchanligiga tahdid keltiradigan bir ish. Yine davomli deydigan gapim, har doim ta'kidlaydigan gapim, Payg'ambar alayhisalomdan boshqa hech kim emas, ma'sum emas. Buguningni Qur'on hadisga asosan o'zing yarat, ma gap kalang tusun. Mayli buni qabul qilmanglar, bu o'zingizning shaxsiy ixtiyori, ammo mening tashabbusim shu. Qur'on hadisdan boshqa har qanday bir narsa foydalanishga bo'ladi. Kimning gapi bo'lsin, foydalanishga bo'ladi, ammo bugungi sayiga. Chunki bugun atrofni ko'rayotgani sening ko'zing, atrofni anglayotgani sening quloqing, yashayotgani sen. O qabirdagilar yoki 100 yil ilgarigilar yoki 200 yil ilgarigilar yoki bir kitob yozib qo'yib ketganlar yashayotmaydi. Mana bugungi vaziyat sen yashayotsa, bugungi vaziyatni tahlil qilishga eng loyiq odam sen. Yo'ldan chiqib ketmaslikning uchun, relasidan chiqib ketmaslikning uchun xuddi poyezdning ikki relasi bo'lgandek, poyezd ikki relasining ichida mans to'g'ri mangdi ya. Bizning ikki relasimiz bor. Birisi Qur'on, birisi hadis. Ikki relasning o'tirg'i o'zimizni olamiz, qolgan jihatda o'zimizni ish qila olamiz. O ölüp ketken palani, ölüp ketken pukoni 100 yıl ilgirki, 200 yıl ilgirki, 14. asırdaki, 12. asırdaki edemleninki fikirden paydalanımız, tecrübesinden paydalanımız, biliminden paydalanımız, ama o bugün bizden yolumuzun sizip bəsi bulmaydı. Çünkü bizden yolumuzun sizdik Allah, muşu cemiyet yaşavatkan biz, muşu cemiyetini kuruvatkan ma bizden köz, ma bizden kulak, ola kabiriyeti bizden yolumuzun sizip vermeydi. Makallarında inek olsun. Yine bu gapimda hata tushunib, o'tmishliklarning hammani butunlay inkarchi sifatida o'rtaga chiqarmanglar. Men inkarchi emas, foydalanuvchi
Ama men bugün dünyayı anlayak. Nimiş qadı sana? Men degenim böyle abstrakt bir okum, simol karakterlik yani. Çünkü men demek emas. Her bir sana nispeten men deyişine gerek ki Allah 2020 yılınki 5. ayınınki, o 5. ayının 6. günüsünün muşu saatlerde yaşaş için seni bizim tanıdı. Andoğandakin 2020 5. ayının 6. günüdeki muşu saatteki işini belgeleş, bu işilde plan tüzüş ve bu işlerine nispeten muamele kılışka seni biz layık ki 20 yıl ilgiriki, 50 yıl ilgiriki, 100 yıl ilgiriki edemle öz zamanısının işlerine kılgan. Bugünkü zamanga onu ekilip, tatip ekilip, bugünün işine kıldırış eğer derecedeki bir hatalık dep olayım ben. Çünkü inne ameliyet taqaddum ve taghyir hadihi al-mujtamaat merhunun bit-tahavvul ad-dakhim allazi la bud terakki kılış ve bu cemiyetin özgertiş hizmeti zaten bommusu bommaydıgan büyük bir özgürlüşke bağlandıgan. Çokum özgürlüğümüze konmaydı. Hem öyle. وأية رأى هذه المسارات المتعلقة بالقراءات واستخدام القلم واستخدام العقل يعني مش o'qishqa, qalamni ishlatishga, aqlni ishlatishga, gumondin neri turishga, davomli paket talab qilishga va minib boqmagan eshiklarni, eshitib boqmagan eshiklarni ochishga, o'tib ketgan kishilarning gapi va ishi bilan ko'paylanmaslikka munosabatlik bu yo'lga qadam qo'yish kerak, ya'ni boshlanish kerak. Mujnoga munosabatlik deydi. Marhunun bittahawul va marhunun ayyatra. Ya'ni mujnoga munosabatlik masalalarda bir özgürüş bo'lishi kerak. Andan keyin biz taraqqiy qilamiz, jamiyatimiz o'zgaradi. Bo'lmasa ketganimiz ketgan. Ve kullu hadihil masarat, bu yollarning hammasi biz muşu oyğunuş, muşu güllünüş iş üstüdeki ketayotgan kishilarning ko'pinchisininki ya uni yaxshi qilinmaydiganligini ko'ramiz. La yuhsinuna ha. Yoki buningdagi qusurninki xatirini bilmaydi. Yani maşallah qildik ya biz degan, maşallah çoğunlukla qıvatımız deb o'zining qilayotgan ishini roziki o'tkazayotgan kamchilikini o'qmaydi, ya ko'misi yaxshi qilinmaydi. Bu bir. İnsan ikki xil narsa bo'ldi, qilinmagan odamda. Ya qilinmaydi, ya qila olsa-mu sal qaraydi. Bugungi odamlarimizning mencha qilasi sal qarmaydi. Jinning barcha qivatida hamma odam, lekin qilinmaydi. Qilinmaymiz lekin dijital bo'lib qolsa qilinmaymiz. Balki başka bir yani xatarlik ko'rinishdan birine uçurtdumuz. O olsa-mu o'tmishning neticelerini söylep gelip aşağıdan maqtanish, onu sanash ve aşağıdan qaşda to'xtashning o'rnida. Sanashning o'rnida ki o'tmishda manda ish qilib ekanmiz. Buning to'g'risi ma ekan, xatosi ma ekan, xatosining natijasi manda oldi. Mana deyishning o'rniga biz o'tmishda manda ish qilgan, o'tmishda manda ishni qilayotgan, anında qilayotgan degan bir şekilde. Ve onun qaşda to'xtash ko'rinishi var ki kelgusi dunyosini etishning o'rniga ki o'tmishda qilgan ishlardan ko'payinib biz degan bunday ishni qilayotgan deb to'xtaydi. Kelgüsüde nima ish qilamiz degan nuqtaga qaramaydi. Vositalarga ergishishdan ko'payinish, vositalarni ijod qilishning o'rniga ki shu burun qanday shaklda qilgan bo'lsa shu shaklda qilish, yangi shakllarni topmaslik. Shaklga ahamiyat berish, javharga ahamiyat berishning o'rni mushu ko'rinish baxatarli ko'rinish deydi. Endi bizning temimiz, bizning mush gullanish munosabatlik natijalarimizga qaytish uchun yangi bir xatarli ko'rinishning ochilishi uchun qaytayli. U olsa-mu tarix o'qishdan chekinish. Tarix o'qish ifodasi cho'qim kitobdan elib roman tarix o'qish emas. Tarixni o'qish. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Tarixni o'qish degan gap varaqlab o'qing demayman men. Varaqlab o'qamsiz, videoli o'qamsiz, ovozli o'qamsiz yoki bizni anglab o'qamsiz. Tarixni o'qish. Masalan, deylik, Uhudni o'qidik desak, buni degan gap desa, Uhuddagi masalalarni birdan tahlil qilib chiqish. Payg'ambar qatnashgan bir jang nima uchun mag'lub bo'ldi? Bu muhim nuqta. Yaqin tariximizni o'qish ki palani munda ish qilib ekan, nima uchun bunda natija chiqadi? 20 yillik tariximizni o'qish ki 20 yilda Sharqiy Turkiston musulmonlari manda yo'l tutib ekan.
bununki yetekçileri manda adamli eken, manda uslub bilen mengip eken, bugungi natija ma'lum. Bunu eyipleş noktasında mesela işidin tahlil qilib natija xuloslash noktasında. İnsani tecrübelerini okuş. Manda kısmında oldu eken degan şekilde. Bir ülge yoki ikki ülge, yani kemtük ülgelerni bir isim yoki bizning turadigan ikki ismning ma'no to'xtab qolmaslik, ma'nodan to'xtab qolmaslik. Nima yo'qolgan bir şekilde desa, fikri maslashish yo'qolgan bir şekilde bunun to'xtab qolmaslik. Ki çokum bu ma'lum bir tadqiqot manhajining ustiga turgan ve mushu kemtük neticelerge qarash manhajining asosida turgan, mana bu bek cho'ng ziyonga boradi. Bunday ishlarni qilmaslik deydi. Yani meseleге biraz uçuq kallı bilen echilgan bir mingi bilen meseleге qana qilish yüzlenish qarindoshlar. İnnena amama zahiretin kabiratin ve muntashira. Biz bek cho'ng ve tarqalgan bir ko'rinish oldida turyapmiz. Bu ko'rinishninki urug'chilari jahiliyat davrida o'sib yetilgan. Bununki hal qilish doirasi bugun islomda tamamen bor. Madem biz halı saqlam. Madem biz halı saqlam doğrusu bor. Muqtatifat mabtula degan kemtük natija degan gap. Asli qatafa degan üz degan gap ya, üzülgen natija degan gap. Falaqat a'lal Qur'an, Qur'oni Kerim o'qishning martabasini, ilm va o'rganish vositalarining martabasini qana qildi ko'tardi. Dedi ki Iqra bismi robbikallazî xalaq, xalaqal insâne min alaq oxirigacha. Iqra robbukal akram allazî allama bil qalam. Boshqa oyatlarda vel qalam ve ma yasturun. Hal yastavi'llezîne ya'lamun ve'llezîne la ya'lamun. İnnemâ yetezekkeru ulul albab. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil qist. Ondan başqa nurg'un oyatlar varki, o'rganishga bizni qiziqtirdi. Ya'ni shundaqla Mavla Jalla va Ala aqlning martabasini, darajasini ko'tardi. Aqlga sal qarashni so'kdi, dediki: "Inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun. Inna sharrad dawab 'indallohi summul bukmul lezina la yaqilun." Deb undan keyin Qur'oni Karim paket delil talab qilishninki ahamiyatiga bizni boshladi. Dediki: "Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin." Hech qanday bir bahsi nazar asosida bo'lmagan gumon masalasini so'kdiki: "Iyattabi'una illa zon va inhum illa yaxrusun va ma yattabi'u aktharuhum illa zonnan inna zonna la yughni min al-haqqi shay'a va ma lahum bizalika min ilmin inhum illa yazunnun." Mush oyatlarning hammasi bizga nisbatan yetarli oyatlar tasli. Yani zon degan nima desanglar, aniq dalilga tayanmagan bir kalladagi tafakkur tasavvur. Yani mesela ben hech qanday bir paketga asoslanmaydi, kallamda binasini o'ylab olgan bo'lsam, bu bir aniq bilimning qarzidi bu. Ama biz bundan maqsad qilganimiz nima desa, ilmiy bahsiga asoslanmagan, la yaqum al bahs al ilmiga asoslanmagan zonni davatimiz bu yerda. Ko'pincha bizlar qimda o'ylablam davalimiz ya gapini. Ma'lum savludo debchu. Va hakaza mana mushuningdek mushu oyatlarning hammasi cho'ng bir mesajdan birini bizga yuzlantiradi. Mesaj desam obdan tushunishim mumkin. Bir signal, bir uchur bizga birvatadi. Mafaduha bu ushurininki yig'inda mazmuni nima desa, sening aqlingni ishqa sol. An istaxdim aqlak ve taklitni taşla. İlgirgeli ergişini taşla. Paket delilini talep kıl, gumanga ergeşme. Bu kadar basit. Kur'an endi eğer bu narsani tushunamagan bo'lsak, o'zimizni tashib baqsak oldu. Nimishqa? Chunki Qur'on o'zining kitoblarida aql egalariga xitob qiladi, albab egalariga xitob qiladi, fikri tarafi kadın chiqqan. Yani işsiz fikir sahiplerine, çalışmayı, işlemeyidigan fikir sahiplerine xitob qilmaydi. Bu noktadan o'zimizni qaysi turga qo'yamiz? Aql egisimi yoki kallasi çalışishdan to'xtagan, ishlashdan to'xtagan odamlarmi? Turga ayirib bo'lgandan keyin Qur'onning xitobiga nisbatan muomala qila olamiz qarindoshlar. Bugungi darsimiz mishada asosan to'xtaydi. Biz jahiliyat davridagi Qur'on nereden başladı dedik ya, İslam nereden başladı meselini o'xshatgan meselani dedik ya.
Şu devrininki kişilerininki üç dünyasına kirdik. Üç dünyasına da ikisi kirmedik. Bir gilam kirgen. Meşakil, alem, efkarıl cahiliyede. Andikin fikir dünyası kirgendiğin gibi bulanın fikir dünyası 3 tane mesele vardı. Birisi kımmet, qaraş ve düşünce cihetteki halal. Yani birisi ügünüş, ilim ve ügünüşten yüz öğreş. Yani birisi gumanğa, fakat delil paksız gumanğa egiş tayinişti. Bu üç noktada kulasılan olduk. Kur'an-ı Kerim'deki bu üç noktada belgen tabiri ifadesi ve karıştıran belgen reddiyesini gördük. Allah subhanahu ve taala bizning bu meselelerden pat arada kutlup ketişimiz uçuq kalla Kur'an teşebbüs kılgan akıl igilerden bulalışımızı Allah'tan sorayman. Allah tutkar rozumuzni qilgan ibodatimizni qabul qilsin. Ramazondan saliman g'animan chiqqili nasib qilsin deganki darsimiz mishada oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.